Kamera o'tdim, video boshlanmoqda. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mr. Abduxatov va bu meni birinchi videoyim. Va men bu videoda men o'zim haqimda tanishtirib chiqaman. Va hamma youtuberlar so'ragan narsa, bitta narsa. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli, men unaqa bo'lsa videoni unaqa cho'zib o'tirmayman. Unaqa bo'lsa qani ketdi. Bu meni xonam va bu xonamdagi eng ko'p yaxshi ko'rgan narsam bu meni notebookim. Ichi charchang bo'lib qolibdi, buni artib tashlashchi va bu videoni ham shundan montaj qilganman. Men bitiga nima qilibdi? Men bu videoni ham shundan montaj qilganman-da, video o'chib qolsa, meni keyingi eng ko'p yaxshi ko'rgan narsam bu futbol o'ynash. Va men juda ko'p jonglyor qila olaman, qaranglar. Xo'p, mana. Qaranglar, hozir endi vartaga Короче, men yo'q edim, sizlar ko'rmadinglar. Va men tepmadim. Kopto ham o'sha yerda yotgan, kimnikidir. $350 koptodan olgandan keyin men ovqatlanishga qaror qildim. Men qanday boshlaychi? Qorin to'ydigan bitta, endi uxlasa ham bo'ladi. A few moments later. Bitta zo'r narsa aytishga sinashib qolibdi. Конечно, videoga like bosamiz, kanalimga obuna bo'lamiz va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Va men 1000 ta obunachi bo'lishini juda ham xohlayman. Mayli, sizlar bilan Mr. Abduxatov bo'ldi. Hammaga xayr.